Buni qarang do'stlar. Qarang uni ketganini. Qarang ularni. Buni ketganini qarang. Qarang uni ketganini. Buni ketganini qarang. Do'stlar kuzatib boring. Bittadan like va obuna bo'lib qo'ying. Orqada bular ham kelishyapti. Kelinglar. Boshqa bo'laveram, lej meni sharimga ishonaman, oldinga ketib birinchi. Albatta. Zo'r ilgariga o'tsin. Va o'tdi ilgariga. Nima bo'lsam, bu videomda zo'r yeti, zo'r tabriklayman. Sharimga oldinga ketyapti. Молодец. Bugungi videoda Alijon va Zoir ishtirok etishadi. Videomiz shundaki, sharti shundan iboratki, ikkita shar. Sharlarni ko'rsating. Sharlarni shirib, xudo xohlasa. Zarafshon ko'rib turgan daryomiz, Zarafshon daryosi. Daryoga tashlab turamiz. Qani Zoirshovniki oldin ketadimi yo menikimi? Videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Nima deysiz? Boshlaymizmi? Albatta boshlaymiz. Bizlar harakat qilamizki, shu video davomida qiziqarli videolar qilishga. Unda biz boshladik. Shu videoni normal bir podдержка qilsanglar, keyin Zarafshonni bo'yida bu tomon va pastdan bir ko'rsatib o'tsangiz deyman operator. Bir kun vaqtimizni, bir kun kunimizni ertalab kelib, kechgacha shu Zarafshonni bo'yida o'tkazamiz. Bu yerda qanday qiyinchiliklarga erishamiz, nimalarni boshimizdan o'tkazamiz. Bitta chotki obzor, ya'niki video qilmoqchimiz. Bittadan maksimal podдержка qilib turasiz degan umidaman do'stlar. Qani? Biz tayyor. Nima deysiz? Boshlaylikmi? Albatta, boshlang. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Sharlarimizni fudab tayyor ham qilib oldik. Menimcha shirish shart emas, ha? Yorish shart emas. Aha. Adashyapmiz. Endi oldingi videolarda yordirib ko'rganlarga yordamga bo'ldi. Shunday ekan yorishimiz shart emas, o'zim bo'ylanib. Sal kichkina qilmadinglarmi? Yorib ketmasana. Shu videoga tushdim deyman, mana qani bir ko'ray. Videoga ko'rinmay qolgan muxlislar. Aha. Like bosmay qo'ymashdim. Хорошо. Sharlarimizni og'zini bo'ylab daryoga taylashga tayyor ham qilib oldik deb o'ylasam, biz tayyormiz. Sharlar tayyor mana. Ular tayyor. Bo'yladik. Qani, daryoga tashlab ko'ramizmi? Ko'ramiz. Zoir hali ham sharini bo'ylab tayyor qilmagan ekan. Bo'ylaymiz hozir. Bu Yodingizda saqlangki, qariq shar, Zoirniki, aha. oq shar esa meniki. Хорошо, понятно. Unutmang do'stlar, adashmang. Marhamat. Qani, yo'l-yo'lga qo'rg'on tashlaylik. Хорошо. Посмотрим, как пойдётся. Tayyormisiz? Uzoqroq qo'shing. 1, 2. 3 qani? Sharlar oqmoqda. Hozircha Zoirniki oldinda. Ikkalasi ham barobar ketyapti. Operator barobar boravering. Barchasiz olib keting. Siz bilan. Holi barobar ketyapti, ko'rib turganingizdek ikkala shar ham. Kuzatib boring. To oxirigacha kuzatamiz. Qani oxirida nima bo'ladi? Agar sharlar daryoni ichkariga qarab ketsa, biz yana shart qilib sharlarni urib ko'ramiz. Zoirning sharini men urib ko'raman, Zoir meni sharimni urib ko'radi. Kimnikini oldin yo'rsa, bu o'yinda o'sha g'olib bo'ladi. Zoir, sizning sharingiz orqada qolyapti deyman. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Kim yutadi deb o'ylaysiz bu videoda? Fikringizni kommentariyga yozavering. Mana bilishimcha ko'p o'yinda Zoir g'alaba qilgan, bu o'yinda ham Zoir yutsa kerak. Lekin bu o'yinda meni yutaman deb o'ylaymanmi? Yana bilmadim. Hozircha hali imkon bor, hali hech narsa aniq bo'lgani yo'q, lekin oldinda men ketyapman. Zoir ancha suslashib qoldi, Zoir. Charchib qoldingizmi deyman, ha? Harakat qiling. Zoir borib sharingni yetala. O, bila. Sharda urmoqchi. G'irromlik bo'lmasin. Yorib qo'yasiz, bundan yutqazasiz, aytib qo'yasiz. Piyoda oyoqlaringiz bilan qolsangiz, patingiz bilan kirib borib sharingizni ichkariga yetalashingiz mumkin. Aha. To'g'ri lekin bak. Xohlasangiz mana suvga kirib yetalab ko'ring. Agar sharingiz bu tosh bilan urgan vaqtingizda yorilsa, siz tamom Yutqazasiz. Meni shuni ham olib qo'ying, birinchi bo'lib ketyapman. Mana ketishimda qarang, birinchi bo'lib ketyapman o'zim. Hamisha birinchiman. Bitta like bosib, podдержка qiling do'stlar.
Do'yir like va obunani ayamaymiz. Yetelang, do'yir. Xohlasangiz agar yutishni xohlasangiz suvni ichiga kirib, yetalashimiz mumkin, imkoniyatimiz bor. Men yordam beraymi? Boshqalarning yordami cheklangan. Aniq. Yordam berishingiz mumkin, lekin mendan oldinga o'tsa ham baribir yutgan hisoblanmaydi. Xohlasangiz yordam berishingiz mumkin. Mayli. Mana bu yerdan borsangiz menimcha osonroq bo'ladi. Bu yerdan borish shansingiz ko'proq, chunki suvga kirib ketmaysiz degan umiddaman, lekin kirib ketishingiz ham mumkin. Faqatgina salgina ishqarga yetalashingiz mumkin, oldinga qarab turish yo'q. Sizlar uchun mana ahvolni qarang, suvga kirib ketdilar mana. Zoir yutsin deb. Faqat dal ishqarga tashlashingiz mumkin. Malades. Zoir ilgariga o'tsin. Ahvolni qarang do'stlar, poddeshka qilinglar. Shu poddeshkaga ardi degan umidda bizlar. Zoir uchun, ya'niki o'z do'sti uchun mana nimalarni qilyapti mana shu qishni kunida ayni hol bir kundan keyin 2026-yil kiradi. Shunchalik sovuqda daryoga kirib do'stini shaharning oldinga tashladi va meniki hali ham shu yerda qolib ketgani men uchun kimdir jon fido qilarmikin? Endi kamerani ushlashingiz mumkin, men harakatdaman endi. Endi siz harakat qiling. Zoir oldinga ketib bordi. Men ham o'z sharimni olib biroz ichkariga o'tishga harakat qilib ko'rdim, ammo foydasi bo'lmadi. Juda oldinlashib ketdi-yu. Qolib ketdi. Men esingizda bo'lsa aytganman, Zoirni shari oldinga ketsa ham bu bola tashlagani uchun hech yutgan hisobiga o'tmaydi. Meni ham sharimni ichkaroqqa olib tashladik, bir bo'lish uchun. Bo'ladi, yetarli deb o'ylayman. Zoir lekin juda ham oldinga ketdi. Zoirga yetamiz endi. Ket, qani. Biz uchun mana shu qishli kunda Buni ayamaymiz. Nega qarab turibsiz hali ham? Hali ham video mana shu paytgacha keldi, siz hali ham na like, na obuna qilgansiz. shu sovuqlarda biz uchun mana siz uchun do'stlar video qiziqroq bo'lsin deb daryoga kirib video qilib yuribdi. Videomiz shunday tugaydi yoki biz daryoning bo'yidan sharga yeta olmay qolsak, o'shanda video tugaydi. Kim oldinda bo'lsa yutgan hisoblanadi. Yoki kimni shari butun qolsa, kimnikidir agar daryoni ishda tosh bilan urib yorib qo'ysak, o'shanda ham yorilmagan odam yutgan bo'ladi. Bu shart tushunmadim to'xtab. Lekin siz oldinga yuborganingiz uchun do'yirni yutgan hisobga o'tmaydi degan edim, menikini ham oldinga qildingiz. Endi bir bo'lgan, kim oldin ketsa o'sha yutgan bo'ladi. Aynan do'yir oldindan. Mendan ko'raman endi. Peshonangdan yoki ketadi. Men bor Zoir sharini bir olay. U nima ahvolda ketyapti ekan? Ko'rib turganingizdek, masofa juda ko'p. Alijon harakat qilmoqdalarki, o'zlarining shariklari Zoirning sharidan ilgariga o'tib ketishiga. Kuzatib boring. Hali vaqt bor. Bu vaqt oralig'ida mumkin Alijon sharlari oldinga o'tib ketish mumkin. Zohir Shopalon, sharingizga nima deysiz? Tezroq ketsinmi? Tezroq ketsin. Agar sharingiz yorilsa, eslatib o'taman, yutib turasiz. Shtabiki, akkuratmi? Zoir nima deysiz? Men ham toshdan urib beraymi sharingizni, yordam qilaymi? Yorib qo'yishni ko'rmaysizmi? Zoir ham o'z sharini oldinga yurgizishga harakat qilib ko'rmoqda. Masofa 25 sm masofa bor orada qarib tenglashdi va o'tdi ilgariga. Endi yana kuzatamiz. Yo'nalishlari juda ilgarida. Zoir oldinga tushingiz uchun. Men to'g'risi bunday bo'ladi deb o'ylamagandim. Tushingiz uchun daryoga kirishga nima arzimaydi deb o'ylaysizmi? Sizni o'yingizda men bo'lganimda daryoga kirib bo'lsam oldinga qilardim sharimni. Harakatingizni ko'ring, ancha orqada qolib ketgan Zoir. Zoir nima deysiz? Kirasizmi yo'q kirmaysizmi? Yo'q. Yo'q, mayli, kirmay qo'ying. Agar kirish shart bo'lsa, men kiraman mayli. Men o'zi bir marta o'z kirib chiqdim suvga. Sizni patinkangizdan bo'lmasin. Meni sharim qanchalik oldinda ketishini qarang, ancha tezlashib ketyapti. Zoirning shari esa juda ham sustlashib qolgan. Qarib yetdi, endi bu yoqqa tezlashadi degan umiddaman. Sharik, cho'tta, ey. Zoir, sen bir juda aylanib qoldingmi? Zoir, ana unga tushib qolibdi, girdobmi? O'tirmaydi uni. Yordam, поддержка делайте, пацаны.
Ketdi da, bir yo'l o'tib ketdi-da. Hozircha aljonshalar oldinda. O'shalarni bilmadim nima uchun ustashyapti. Ko'rganingizdek, meni sharim holi ham birinchi oldinda kelib, Zoir ancha orqada qolgan. Qani dalish davom etamiz, ketdik. Ko'rib turganingizdek, Zoirning shari yaqinlashib qoldi. Aljonshalarga. Ming afsuski va yana Zoirning shari oldinda. Aljonga ham yordam beramiz chunki oldinda sharshara bor. Zoirning shari juda ilgari ketishi mumkin. Va nihoyat sharsharaga ham yetib keldi. Endi oxirini kuzatib boramiz. Bilin cho'za xina. Buni qarang do'stlar. Qanday qiziqarli. Davay. И что это? Bistro. Buni qarang do'stlar. Qarang uni ketganini. Qarang ularni. Buni ketganini qarang. Buni ketganini qarang. Do'stlar kuzatib boring. Bittadan like va obuna bo'lib qo'ying. Voy, juda tez ketyapti. Juda ham tez ketyapti. Men bularga yetib olar ekanman. Sharlarni qarang ketishini do'stlar. Qarang bilan ketishini. Videoni birozgina pauza qilib ularga yetib olishga harakat qilaman. Sharshara juda ham tez. Afsuski, shariklar mendan juda ham oldinda. Ko'rganingizdek do'stlar, men birozgina videoni pauza qilib, sharsharadan oldinga o'tib oldim va sharlarni ko'rganingizdek oldinda Zoirga ketyapti. Orqada bular ham kelishyapti. Kelinglar. Dashdan boraveramiz, lej meni sharimga ishonaman, oldinga ketadi birinchi. Albatta, Zoir bafet. Do'stlar kuzatib boring. Tamam. Do'stlar ko'rganingizdek Daryoni juda ham tez joyga keldi va sharimga yeta olmay qoldik. Vaqt kamera olishlar, joylarga o'tib qila olmadik. Zoir ayni holda Men so'ramang. Lekin men harakatlaman. Ko'rib turganingizdek oldinda Zoirning shari. Alijon va yana sharlarga yordam bermoqdalar. Oxirini bilarkan. Shar borib qayerga to'xtarkan? Bu yerda nima ahvol? Agar bittadan like olsa, poddesh qilsangiz bir kun kunimizni biz mana shu Daryoni bo'yida o'tkazib, video qilamiz. Zoir kelyapsizmi, Zoir? Qanday? Video oxiriga yetmoqda. Shuki ma'nosi o'sha bu yog'iga yurish qiyinlashib bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizlarga imkon beramanki, sharinglarni yorishga bir-biringlarni. Siz Zoir siznikini yorishga harakat qilsin. Birinchi bo'lib yorgan yutadi. Davay, harakat delaydi. Sizlarga ishonaman. O'zi juda ham qiyinlashyapti. Men o'ylashimcha yorisha olmaydi-yo. Lekin bu yoqda aniq Tamam. Bora olmaydi. O'zi tamom o'zi. Befoyda. O'zi uzoqlashib ketdi. Turganingizdek Daryon juda ham tez joyga keldik va Zoirning shari oldinga ketdi. Daji harakat qilib ko'rdim ham yorishga yorolmadim Zoirning sharini. Zoir meni sharim yaqinda edi. Zoir ham daji lekin bilmadim yorolmadim. Menda bu imkoniyat bo'lganda albatta yorardim. Bir bor eslatib o'tamiz, mana videoni montaj vaqtida qo'yib ko'ramiz. Juda ham yaqin edi. Zoirda shans katta edi. Lekin nima bo'lsam, bu videomizda Zoir yetdi. Zoirni tabriklayman.